O'rtoqlar, assalomu alaykum. Kimga Mercedes Actros qiziq bo'ladigan bo'lsa, zo'rdan chiqib qoldi. Mana holatlari juda ham tiniq. Salonlardan boshlaymiz. 2 qavatli xolodilnik kilometr 994 ming yurgan. Ratsiyalari, hamma narsasi joyida ishlab turibdi. Bort kompyuterda hech qanday xatolik ko'rsatilmayapti. Qizig'i joyida bu Mercedes Actros'ning boshqa furolardan farqi mana shu poli tekis bo'ladi. Faqat bunisi unaqa versiyada emas ekan. Mabodo 3 kishi ulfatlarga ketadigan bo'lsanglar, ana shundan ko'tarsanglar, bir kishi polda ham yotsa bo'ladigan imkoniyati bor edi o'zi. Aslida biz shunaqa qilib o'rganganmiz shogirdlik paytimizda. Xo'p, o'rtoqlar, 2017-yilda ishlab chiqarilgan 450 talik Mercedes Actros holatlari juda ham yaxshi. Oldi balonlari ko'rishlar mumkin mana. Ancha xizmatlarni qiladi. 666 talik hamda 330 talik bak bilan jihozlangan. Orqa balonlarning mana holati. Bu balonlar hali ancha sizlarda xizmatlarni qiladi. Xo'p, prisepi alohida tema. Siemens Cargo kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan atsenkovniy rama bo'ladi. Bular zanglamaydi. 20 yildan keyin mana shu holatda turgan bo'ladi ramasning holati inshaalloh. Qiziqqanlar aloqaga chiqsanglar 105 kubali mega holatda turibdi. Birinchi qatorda demak linteykalarimiz bor, lekin balonlari yaxshi emas, almashtirib olish kerak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi qatorimizda demak balonlarimiz juda ham yaxshi holatda turibdi. Uchinchi qator balonlarimiz ham juda ham a'lo holatda turibdi o'rtoqlar. Resorli bo'ladi. Shimitslar o'zi desanglar, qalin resordan uncha sinmaydi. Tentlarimiz butun, lekin Fransiya ko'rgan bilasizlar, Fransiya ko'rgan furolarda обязательно Yamahalari bo'ladi. Bular endi e'tibor bermasa ham bo'ladigan narsalardan. Orqa eshigi alyuminiy, ichkaridagi alyuminlari to'la. Ko'rishlar mumkin. Bu akamiz o'zi uchun Yevropadan olib kelgan. Hech qanday qarz boshqasi bo'lmaganligi uchun xohlaganda ishga chiqib, xohlaganda dam oladigan akalarimizdan bo'lgan. Boshqa bir biznes rejalari borligi sababli mashinani sotuvga qo'ygan. Narxini 52 ming deb narx chiqaryapti. Qiziqqanlar aloqaga chiqsanglar, agar yo'lini topsanglar, balkim 50 ga, balkim boshqacha bir narxga kelsanglar bo'lsa kerak. Biz nomerni qoldiraman, egalari bilan aloqaga chiqarasizlar o'rtoqlar. Mashinamiz Toshkent shahrida turibdi.